kanalizatsiyalari bor. Chaqramon postidan 2 kilometr kirganda chap tarafda joylashgan mahallada mana shu bir etajli 4 xona plus katta hovlimizni 130 mingga chiqaryapmiz. Yozgi oshxonasi, bitta ko'chaga sanuzel, remontlarni bitta ko'ringlar o'zinglar. Mashina qo'yish uchun joy vaqti bemalol. To'pli polda qilingan, xonalar remontlari ham chotga chiqqan. Hozir sizlarga tez ko'rsatib ketaman. Bu yoqda qaranglar. Zal qismi отдельно qilingan. Bu yoqni xohlasangiz stol stul zona, xohlasangiz mягкий zona qilib o'tirsangiz bo'ladi. Remontlarga e'tibor berasizlar. Yaxshi remont qilingan. Xo'p, bu yoqda bizda kotelniy xonasi. Ko'rsangiz bo'ladi. Zo'r. Bu oshxonadan yana kirib chiqsangiz bo'ladi, eshik qilingan. Mana asosiy binoni ko'ramiz. Kirishimizda katta hol qismi 160 kvadrat общий yashash maydoni, prixoj mebelli qilingan. Kirishimizda chap qo'lda oshxona qismi. Oshxonamiz ham katta qilingan. Mana bu yoqdan kirib chiqsangiz bo'ladi. Zo'rda, narxiga prosta idealniy deb o'ylayman. Bu atrofda bunaqa narx menimcha bo'lmasa kerak. Общий sanuzel bu yoqda. Birinchi spalniya xonamiz. Radiatorlar ham qo'yilgan, ko'rsanglar bo'ladi. Ikkinchi spalniya xonamiz. Xo'p, va mana uchinchi, bu endi master spalniya desak ham bo'ladi. Oynalar orqa hovliga qaragan. Qulaylik uchun o'zining ichida yana bitta sanuzel bor. Zo'r. 130 ming u Chaqramon postidan 2 kilometr kirganda chap tarafdagi mahallamizda kanalizatsiya, hamma kommunikatsiyasi bor. Yana o'tib beraman deyaptilar. Bemalol любой payt kelib ko'rsanglar bo'ladi. Videoni tarjima etib qo'yinglar. Zaran telefon qilib qo'ysanglar bo'ldi, kelib ochib ko'rsatib beramiz.